Assalomu alaykum hurmatli akalar. Bizga shart berishgan ekan, kommentariyamizda 5-etajda akimlar tashab ko'ringlar deb aytishgan ekan. O'shaning uchun biz akimlar tashlagan chiqdik. Mana yangi korobkalik emas bu. Katapar korobkadan tashdi, korobkani o'zini tashdi deb negativda ko'payibdi haqiqatda. Mana haqiqiy akkumulyator yangi bo'ladi. Ko'rib turgan mana 5 etajli zdaniyanidan eng balanddan tashab ko'ramiz. Like komment bosib turamiz. Bu mana 5-etajga chiqqanmiz. Kurturga akkumulyatorni o'z kuzinani oldida tashlab. Kuzina oldida. Okay, biz mana akkumulyator aytgan shartingiz bajarildi mana. Yarmi bag'da yotibdi, yarmi bag'da yotibdi. Kimga bizni belavz deb o'ylamani, biz yo blokad tashadi deb o'ylamani. Biz vaqtida bajaramiz, prosta o'zgarish sabablari bor edi. O'shanga shartinglarni yozib qoldiringlar. Keyingi shart qanaqa bo'lsin?